Assalomu alaykum, hurmatli QA sohasini o'rganuvchi talabalar. Bugun demak yangi darsimiz independent testing mavzusi bilan boshlanadi. Bundan tashqari boshqa mavzular ham bor. Xo'p, dastlabki tushunchani o'rganib chiqsak. Independent testing degan tushuncha bor QA sohasida. Bu testlashdagi mustaqillik degan narsa. Bu nima desa, bu ishlab chiquvchi dastlab matn o'qiymiz, keyin shuni sharhiga kirishamiz. Demak, bu ishlab chiquvchi jamoaga kirmaydigan testlovchilar tomonidan amalga oshiriladigan test jarayoni. Ya'ni bu xolis yondashuv va yangilik olib beradi, xatolarni ko'proq aniqlaydi. Ya'ni bu nima desa, masalan, men bir jamoada ishlayman. Men masalan bir saytni testlayapman. Shu saytni o'zimni jamoamda turib, ya'ni bizning jamoani, kompaniyani mahsulotini kompaniyalarda turib testlashim bir jarayon. Endi boshqa kompaniyani mahsulotini yollanma ishchi sifatida testlashim bu boshqa bir jarayon hisoblanadi. Buni sababi qanday desa, siz boshqa kompaniyani mahsulotini endi sizga alohida yollab, alohida e'tibor berib, o'zlarining testeriga emas, balki boshqa tashqaridagi testerga tekshirtiramiz deb aytgandan keyin siz ya'ni o'zingizni mustaqil tester ekanligingizni isbotlash uchun maksimal tarzda har bir xatoga yondashasiz va buni nomini, bu narsani ya'ni independent testing deydi. Ya'ni mustaqil testlash. Endi testlashda har bir inson bor. Masalan, developer, kod yozuvchi, dasturchi o'zi testlaydi. QA testlashi bor. Undan tashqari mijozlar tomonidan ham testlash bor. Bu ya'ni testlash turlicha bo'ladi. Masalan, developer qanday testlaydi? O'zi yozgan testini bu bexato deb ko'rishi mumkin. Zo'r ishlayapti deydi. Tester esa bu testni boshqacha tarzda ko'radi. Masalan, to'g'ri yozilyapti, xo'p, uni yonidagi test ishlayaptimi, integratsion testlar ishlayaptimi, buni ko'radi. Userlar nima qiladi desa, endi userlarni ko'rishida ular har xil saytga nomuvofiq tarzda testlab ko'radi. Misol uchun, hali o'rnida kelamiz, mana bir saytga yuzlansak, masalan, login tugmasini bosadi-da, raqam o'rniga harf kiritmoqchi bo'ladi user. Bu yerda telefon raqami deb o'qimaydi-da, ba'zi bir xillar bo'ladi. O'zini ismini yozish kerak ekan deb o'ylaydi. Bosib ko'radi. Mana biz saytimizda bosilmayapti. Demak, biz saytimiz bu narsalar testlangan, yo bo'lmasa developerning o'zi shuni bilib kiritgan. To'xta, telefon raqam hudud joyiga faqatgina raqamlar kiritirish kerak deb bu testni, ya'ni o'zi independent testing qilgan, ya'ni o'zi tekshirgan. Testlashda mustaqillik deganda shu narsa inobatga olinadi. Endi ICTQB standartiga ko'ra biz kitoblar asosida ma'lumotlar beryapmiz. Testlashdagi mustaqillik darajalari 4 ta asosiy pog'onaga bo'linadi. Birinchi darajada bu ishlab chiquvchi o'zi yozgan kodni testlaydi. Bu ya'ni eng past mustaqillik, developer boya aytganimizdek. Ikkinchi bosqichda uni jamoadosh, ya'ni qisman mustaqillik, ya'ni QA jamoadosh, uni jamoasida ishlayotgan, tanishi, bilishi, ya'ni uni darajasini o'zi bilganicha baholaydi. Masalan, bir developer bor, bu yaxshi kod yozadi, hamma sizga ma'qul, yaxshisiz, lekin u sizni nazdingizda yaxshi. Boshqa tashqaridagi odam uni bilmaydi, shuning uchun unga ishonmaydi, har bir jabhani kuchli tekshiradi. Mana shu uchun ham, ya'ni 3-darajadagi bu test jamoat tomonidan tekshiriladigan bu yuqori mustaqillik deyiladi. Eng yuqori daraja, bundan ham yuqori, tashqi tashkilotlar testlashlarini amalga oshiradi. Har bir daraja xatolarni aniqlash qobiliyati, aniqlik va betaraflik bo'yicha farq qiladi. Xo'p, testlashdagi mustaqillik bu texnik emas, psixologik va metodologik ustun. Boya aytib o'tganimizdek, ya'ni siz o'z jamoangizdagi developerni xatosini u bilan yaqin bo'lganingiz sabab, uni psixologiyasini, uni metodini bilganingiz sabab ba'zi bir o'rinlarni ko'rmay ketasiz, lekin tashqi tarafdan qaragan odam ko'rishi mumkin. Lekin maqsad testlovchini mualliflik hissidan xoli qilish, uni fikrini mustaqil saqlab qolish va mahsulotga obyektiv, xolis nazar bilan qarashga imkon yaratish. Har bir loyiha o'z kontekstiga qarab mustaqillik darajasini belgilaydi, lekin baribir eng muhim narsa testlovchining yangicha, tanqidiy fikrlovchi, savollar beruvchi, betaraf pozitsiyasi. Shunday pozitsiya testlashni samarali qiladi, xatolarni erta topadi va sifatni oshiradi. O'zi nega independent testing kerak? Nega independent testing kerak? Ya'ni nega mustaqil testlash kerak desa, ko'plab kompaniyalar o'z ichki QA jamoalarini tashkil etgan, lekin bu doim ham samarali chiqavermaydi. Sabab malakali testlovchilarni doimiy saqlab qolish qiyin va bozor talablari tez o'zgarib turadi. Ya'ni bir QA bir jamoaga keldi degani u doimiy o'sha jamoada qoladi degani emas. U malakasi oshgandan keyin boshqa katta kompaniyalardan offerlar, ya'ni ish
o'rinlari ochilgandan keyin o'z-o'zidan u boshqa kompaniyaga ketish ehtimollari kuzatiladi. Shuning uchun ham mustaqil test xizmatlari, ya'ni tashqi test jamoalari barqaror va samarali yechim bo'lib bormoqda. Demak, keyingi tushunchamiz bu whole team approach mavzusi, ya'ni butun jamoani vazifasi testlash ekanligi. Ya'ni bir sifatga, bir saytni yaxshi ishlashiga faqat tester javobgar emas. Tester bu dasturni testlab beradi xolos, bu sifatga to'liq javob beradi degan qarash mavjud emas. Misol uchun, mana bir saytga kirdik. Bu saytda tasavvur qilaylik, mana bu Kamolon osh degan yozuvda N harfi ko'rinmayapti. Bu rasmni dizayn qiladi, tester qilmaydi. Bu rasmni tester masalan o'qimagan bo'lishi mumkin yoki Kamolon degan oshni degan naqani, ya'ni Kamolon oshni bilmasligi mumkin. Kamolon osh degan restoran haqida tushunchasi bo'lmasligi mumkin balki, yoki call traffic deganda bitta fail tushib ketgan bo'lishi mumkin. Ya'ni buni bir bugda bu ham endi kichik bo'lsa ham, Cambridge'da E harfi tushib yozilgan, Cambridge deb yozilgan bo'lishi mumkin yoki vakansiyalar. Qisqasi kichik xatolar bo'lishi mumkin. Bunga faqat Q&A o'zini ayblab bo'lmaydi. Bu shu ma'lumotlar kiritishda xatolik bo'lyaptimi yoki men kladovshik so'zi yuk taxlovchi masalan kladoshik deb tushib qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu narsani har birini tester tekshira olmaydi, imkoniyati yo'q buni. Chunki whole team approach kerak. Ya'ni testlashni jamoani alohida bo'lagi, alohida sen tekshirasan. Hamma yozaveradi, xato o'tib ketsa sendan emas, balki umumiy mas'uliyat sifatida ko'rish kerak. Barcha a'zolar sifatli mahsulot uchun birgalikda ishlaydi. Saytni yaxshi ishlashi uchun barcha a'zo kerak. Bir kishini zimmasiga qo'yib, bo'ldi, senda nima xato bo'lsa, saytdanmi, dizayn jihatdanmi, ishlash jihatdanmi 100% senga degan narsa bu xato. Afsuski bu ko'p tashkilotlarda bu narsa shu holatda, lekin bu logika bo'yicha bu xato narsa. Bu yuqorida aytib o'tib ketdim. 100% testlash imkonsiz. Testlovchi nafaqat tekshiruvchi, balki maslahat beruvchi va ishlab chiqishga ta'sir qiluvchi hamkor hisoblanadi. Endi bu nima degani? Testlovchiga mana sayt senga, mana shu sayti, mana ofitsiant, mana vakansiyalar bo'limiga kirib turibsan yoki til bo'limiga kirib turibsan, mana shuni tekshir deyilmaydi. Balki biz sayt qilmoqchimiz. Sayt yaralishidan oldin aytdik, erta testlash yaxshi. Bu mavzuga yana qaytamiz. Biz mana shu sayt tuzyapmiz, saytning yuqori qismida til bo'limi bo'ladi. Bu to'g'rimi? Ya'ni bu foydalanuvchilarga qulaymi degan savol testerga beriladi. Ha, yuqorida bo'lishi qulay. Lekin mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, Mac'larda sistemasi, iOS sistemasida brauzerning tepa qismiga borsangiz, oz bo'lsa-da bu bayroq ko'rmay qolyapti. Endi ba'zilar ko'zi uzoqdagi narsani yaxshi ko'ra olmaydi. Yaqinlashtirib ko'rmoqchi bo'ladi Mac'larda. Endi yaqinlashtirdi. O'z-o'zini e'tibor qilsak bo'ladiki, yuqoridagi til ko'rinmay qoldi. Endi eng tepaga qo'yib ishlatishimiz kerak. Agar sal pastroqqa qilsak, bu chekka ko'rinmay qoldi. Ya'ni shu jihatlarni tester inobatga olish kerak. Shuni bilib tavsiya berish kerak. Boya aytganimizdek, tester faqat tekshiruvchi emas, balki maslahat berish kerak. Shu narsani bilish kerak ertaga muammo bo'lmasligi uchun. Qisman tushunarli bo'lishi uchun rasmdan qo'yib ketganmiz. Xo'p, bu mavzumizning davomi testing as a driver for software development, ya'ni test orqali dastur ishlab chiqishni boshqarish. Testing sistemasida TDD, ya'ni test driven development va ATDD va acceptance test driven development va BDD bor. Bu ya'ni behavior test development. Bu narsalar o'zi nima? Bu nimaga 3 ta bo'lyapti desa, bu hozir ko'rib chiqamiz. Bu uchalasi, ya'ni test dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda yo'naltiruvchi vosita sifatida ishlatiladigan yondashuv. Bu metodlar early testing va shift left, ya'ni testni iloji boricha erta boshlash tamoyillariga asoslanadi. Chunki ular testlarni kod yozishdan oldin yaratiladi. Bu aytib o'tganimizdek, til o'rinda aytib o'tib ketdim-a. Ya'ni mana shuni shu til o'zgartirishni shu chetga qo'yishdan oldin siz bilan maslahatlashsa, siz balki bundan yaxshiroq tavsiya berishingiz mumkinmi? Mumkin albatta. Masalan, o'zi standart bo'yicha har xil saytlar bor. Men yana bir saytga ishlayib ko'ramiz. Flexobo maxsus sayti bor. Bu ham juda yuk tashish bo'yicha sayt. Bu saytga kirdik. Mana bu saytda til o'zgartirish qayerda? Demak, e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'ng tarafda chetda n turibdi. O'zgartiramiz yoki ru o'zgartiramiz turibdi. Demak, tillar o'zgaryapti. Bunga demak bu tarafga qolgan. Endi Amazonda ko'ramiz.
Amazonda qaysi tarafga qo'yishgan? Amazonda demak, e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'ng tarafda chetda. Demak, bu Yevropa saytlarining standarti. Yoki qaysi saytga? Google ga ko'ramizmi? google.com. Google'da demak, o'rtada ekan, ikkita o'zbek, ruskiy deb qo'ygan. Yana qaysi sayt? Masalan, mashhur saytlardan ko'p. Bunaqa saytlar juda ko'p. Bularning demak logikasi, standarti bor. Ko'rib chiqaveramiz buni o'rni kelganda. Demak, shu narsani early testing jarayonida, early testing ya'ni erta testlash jarayonida, tilim biroz kelishmay qoldi. Shift left ham xuddi shu narsa jarayonida ko'radigan narsa. Demak, uchta ya'ni dastur ishlab chiqishga to'xtalaylik. 3 ta bu nima narsa bu TDD, ATDD, BDD bo'lsa to'xtalyapmiz desa. Xo'p, test orqali kod yozish TDD. Dasturchi avval savol beradi. Agar men bunday funksiyani yozsam, masalan, til almashtirish funksiyasini yozsam, u nima qilib beradi? Oddiy misoldan keltiryapman yoki vakansiya bo'limini yozsam, u nima qilib beradi? Nimaga vakansiya bo'limini yozyapman? Yoki sohalar bo'limini nimaga yozyapman? Bu nima qilib beradi deydi. Hali jarayondan oldin. Keyin shu savolga test yozadi, keyin unga javob beradigan kod yozadi. Masalan, sohalar yoki korxonalar bo'limini uchun test yozdim. Korxonalar bo'limini bossam, o'ng tarafda mavjud korxonalar chiqib kelish kerak. Vakansiyalar bo'limini bossam, o'ng tarafda vakansiyalar, ya'ni bo'sh ish o'rinlari chiqib kelish kerak deb shunga muvofiq test yozadi. Mana shu narsa, ya'ni test driven development deyiladi. Avval imtihon savollarini yozasiz, keyin ularga javob yozasiz degan narsa. Yana bir misol, test agar 2 son funksiya kirsa 4 chiqishi kerak. Endi bu boya aytganimizdan zo'r misol bo'ldi deb o'ylayman, bu keltirgandan ko'ra, kitobdagi ma'lumotdan ko'ra. Xo'p, ATDD, ikkinchisi acceptance test driven development. Qabul testlari orqali dasturlash. Mijoz yoki foydalanuvchi dasturdan nima kutayotganini aytadi. Endi boya aytib o'tdik, bir mahsulot yaratilishi uchun mijoz bo'ladi yoki ikkinchi taraf development bo'ladi, dasturchi. Shundan nima kutayotganini aytadi. Dasturchi shu talabga javob beradigan kod yozadi. Ya'ni foydalanuvchi yoki mijoz. Shu talabga muvofiq kod yozadi. Test esa oldindan yozilgan bo'ladi. Masalan, hayotiy misol, mijoz aytadi, men tugma bosganimda ma'lumot saqlansin deydi. Ma'lumot qanday saqlansin? Masalan, ro'yxatdan o'tishni bosdik. Mana yerda o'zimiz ish qiluvchi sifatida kiritdik. Davom etdik-da, mana yerda nomerimizni kiritdik, masalan, bosdik. Mana profilimiz bor ekan, bo'lmagan odamga xabar keladi, mana shu yerda profildan o'tasizmi degan xabar keladi. Ma'lumotlaringiz kiritilib saqlanishi kerak yoki Facebookga kirdingiz, bir narsani o'zgartirdingiz, saqlanishi kerak. Mana mijoz mana shuni aytayapti. Men tugma bosib ma'lumot kiritsam, ma'lumotlarim saqlansin deyapti. Keyin aytadi, yaxshi, men testim bunday deydi. Tugma bosilsa, ya'ni save saqlash tugmasi bosilsa, ma'lumot bazaga yozilgan bo'lishi kerak deydi. Demak, bizning ma'lumotlarimiz har bittasi muayyan bazada turadi. O baza nimaligini hali o'tamiz. Siz ko'rib turgan har bir narsa maxsus bazada turadi. Endi mana shu bazada tursin degan narsa, ya'ni bu imенно bazada yozilsin degan narsa, bu mijozning talab. Ya'ni QA'ni yozgan testi bo'ladi. Endi qabul testi nima bo'ladi? Agar foydalanuvchi saqlash tugmasini bossa, bu developer buni yozadi. Ma'lumot bazaga kelib tushishi kerak. Ya'ni QA test yozdi, test turibdi. Developer kodni yozadi-da, QA ga topshiradi. QA ni tekshirib ko'radi. Kodni tekshiradi, qani developerdan o'tib bazaga tushyaptimi? Zo'r. Bu demak dasturchi tomonidan bu narsa ishlayapti. Asosiy funksiya save tugmasi bosilganda data funksiyasi amalga oshishi kerak. Xo'p, bugungi darsimiz shu ATDD ni o'zi, ya'ni acceptance test driven development bilan test driven development o'zi bo'la qoladi. Keyingi darsdan behavior driven development bilan undan keyingi mavzu shuni o'zi va shular sharhiga kirishar ekanmiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.